Hey Mo'minjon, Labbe buvi. menga qara. Kartangga pul tushdi. Apang telefoningga pul tashadi. Tezda yetib kelsang, apangni qiziga birga sarpo qilamiz. Tezda yetib kelgin balam. Ha, xo'p. Ish qilib yechib olmagan bo'lsin-da bu pulni. Voy, bu pulni ham yechib olibdi-ku. Boshna. O'rtoq hozir yonyapti. Mani kartamga buvim pul tashlashibdi. Sani kreditingga yechib olibdi bu pulni ham. Tezda to'g'ri bermasak bo'lmaydi, bozorda buvim kutyaptilar. 1 soat boshna. 1 soatda o'zi kartingni tashlab qo'yaman. Hijolatomna oshna, men bilasan-ku, hal qilaman. Hijolatomna. Obbo, kech bo'lyapti. Shu vaqtgacha kelmaydi. Qayerda yuribdi ekan bu bala ya, xudoyey. Hozir 1 minut. Boshna. Do'stim, nima bo'ldi? 1 soat deganingga ham 2 soat bo'ldi. Yoshi katta odam yerda kutyapti. Как раз oldinga ketyapman. Ha, mana hozir 2 minutda boraman oldingda. Ukajon yordam qilib turing, iltimos sizni. Taka. Boringizga shukr, rahmat. Duo qilaylik. Assalomu alaykum buvi. Keldingmi? Uchoq olib ketding? Bozor ham tugayapti. Narsalar olib qo'ydim. Do'konga yur, pulini to'lab qo'ygin kirib. Pul yo'q buvi. Qanaqasiga? U birovni puli, u pulni senga apang tashlab bergan-ku. Nimaga ishlatasan u pulni? Sizlarga aytmagandim. O'rtog'im bankdan kredit olganida kafil bo'lgandim. Plastigimga tushgan pulni o'shanga yechib qolyapti. Ey balama, algan bala ekansan-da. Mayli, endi nima bo'lardi? Tillolarni sotib ham bo'lsa olaman-da. Borsan ketaver bo'lmasa. Tinchlikmi? Nimaga narsalarni yig'ishtirib olding? Nima yig'layapsan? Ana sizni mehribonchiligingizda uysiz ham qoldik. Nima? Aka, tinchlikmi? Nimaga biz uyimizni pechatlayapsiz? Bu uy endi bankka tegishli. Vaqtida to'lamagan qarzdorliklar uchun uy musodara qilindi. Aytgancha, mabodo muhrni buzishga harakat qilsanglar, jinoiy javobgarlikka tortilasizlar. Xayollar u savollar yigit ko'nglim ezadi. Hali sizni do'st bildimmi? Odam qurib ketganday.